o'sha qotil klonlarni yana chaqirdi. Video boshlashdan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli darknet saytiga kirib qotil klonni chaqirdik, lekin u klon o'rniga biz chaqirmagan klon kirib keldi. U klon ismi Isabella. Bu bizani hayron qoldirgan narsa Isabellaning qo'lida Chico'ni ayaqchasi ham bor edi. Keyin biz mana shu ayaqchani olishga ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayaqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik. Va shu paytda podoldan Goblin topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqa qo'llik bo'ldi? Soniki Darknet 6-qism. Klonlarning boshlig'ining o'g'li Pumba.